Assalomu alaykum, hurmatli professor, o'qituvchilar va aziz talabalar. Bugun ixtiro loyihamizning birinchi soni bo'lib, birinchi sonimiz eng ulug' sharafli kasblardan bo'luvchi o'qituvchi va murabbiylar bayramiga bag'ishlangan bo'lib, ushbu sonimizning maxsus sonida ustozimiz taklif qildik. Ustozimiz Vazirlar Mahkamasida ko'p yillardan faoliyat olib borgan, hozirda Denov tadbirkor pedagogik institutida tarix falsafa kafedrasi dotsenti Sardor Ahmedov ustoz bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Rahmat ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. Avvalambor shu yurtimizda faoliyat olib borayotgan, institutimizda faoliyat olib borayotgan barcha o'qituvchi va murabbiylarni chin qalbimdan mana shu bayram bilan tabriklab qolaman. Ustoz, sizga savollarimiz bor edi. Bugungi sonimiz asosan o'qituvchilar va murabbiylar kuni uchun bu ulug' kasb hisoblanadi va siz uchun savollarimizni berishni boshlaymiz. Agar ijozat bersangiz. Jamiyat taraqqiyoti nima deb o'ylaysiz? O'rinli savol bo'ldi. Jamiyat tushunchasiga keladigan bo'lsak, avvalambor bu jamiyat bu yurtimiz deb hisoblaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi, uni kelajagi bu taraqqiyot. Ya'ni kelajak kimni qo'lida deyilsa, kelajak bu yoshlarning qo'lida. Kelajak yoshlarga bog'liq. Yoshlar ta'limga bog'liq. Ta'lim ustozlarga bog'liq. Ya'ni bu jamiyat taraqqiyoti uchun ustozlarning o'rni benihoyat yuqori darajaga turadi. Shuning uchun jamiyatda taraqqiyoti rivojlangan davlatlar bo'ladimi, endi rivojlanayotgan davlatlar bo'ladimi, bu yerda ustoz va murabbiylarning hissasi eng baland hissa hisoblanadi. Ustoz, rahmat javobingiz uchun. Yana bir savolimiz bor. Murabbiy kim? Endi aynan bu bayramni ustoz va murabbiylar kuni deb e'lon qilingan. Endi murabbiy, buni xalq tilida gapiradigan bo'lsak, bu trener desak bo'ladi. Misol uchun murabbiy bizni mana shu sport bilan shug'ullantirib, bizga kerak bo'lsa O'zbekiston chempioni, jahon chempioni, olimpiada chempioni darajasiga yetkazadigan odam. Aynan yoshlarimizni mana bugungi kunda ko'ryapmiz, mana shu darajalarga erishyapti sport. Ya'ni O'zbekiston bayrog'ini yuqori natijalarga ko'rsatyapti. Lekin o'sha sportchilarning orqasida turgan bir kichkina murabbiylar bor-da. Misol Bahodir Jalolov boksga chiqadigan bo'lsa, uni orqasida murabbiy ko'rinmay ham qoladi-da. Lekin eng katta mehnat aynan o'sha murabbiyning qo'lida. Aynan o'sha murabbiyning motivatsiyasida, aynan murabbiyning bergan tarbiyasida, aynan murabbiyning ishtiyoqida. Bu hammasi, ya'ni sportchi to'g'ri katta natijaga erishishi mumkin, lekin u murabbiysiz hech qanday natijaga erisha olmaydi. Rahmat ustoz, javobingiz uchun. Yana savollarimiz bor. Ustoz bo'lish darajasini nima deb o'ylaysiz? Endi bugungi kunda ustoz bo'lish darajasi 4 yil bakalavr, 2 yil magistratura, 3 yil PhD doktorantura hisoblaydigan bo'lsak, umumiy hisobda ilmga qadam qo'yishni o'ziga 9 yil, 10 yil vaqt ketadi. Agar siz biron bir hunarni egallamoqchi bo'lsangiz, 3 yilda, 5 yilda yaxshi usta bo'lishingiz mumkin. Shu hunarni yaxshi egasi bo'lishingiz mumkin. Lekin ilm o'sha 10 yil ichida endi boshlanadi degan. Bu degani ya'ni ustoz bo'lish darajasi bu kichkina daraja hisoblanmaydi. Bu kichkina daraja hisoblanmaydi. Bu darajaga yetishni o'zi bir mashaqqatlari bo'ladi. Birinchidan magistratura bosqichini bitirdim, bo'ldi, institutga ishlayman deb o'ylash mumkin. Yo'q, uning ichidan ham ya'ni sortirovkadan o'tish kerak. Ya'ni tanlov bo'ladi. Bir necha magistrlardan faqat 1-2 donasiga aynan mana shu institutda yoki universitetda ishlab qolish nasib qiladi. Hozirgi kun talabalari ChatGPTga o'tib ketgan. Bir masala bo'lsa, darrov ChatGPTni ochib yoki o'sha sun'iy intellektni ochib shundan intilishni boshlaydi. Lekin hech qachon ChatGPT yo boshqa sun'iy intellekt platformalari ustozning o'rnini bosa olmaydi. Rahmat javobingiz uchun. Shogirdning ustozi oldidagi vazifalari haqida nima deya olasiz?
Endi bu ham yaxshi savol bo'ldi. Shogird deganda hozirgi kunda ustoz shogird an'anasi mavjud. Ya'ni bu o'zi qadimdan kelayotgan narsa, ustoz va shogird an'anasi. Ya'ni shogird bo'lish oson narsa emas. Ya'ni agar haqiqatan ham shogird bo'laman desa, bu yo'l mashaqqat yo'li hisoblanadi. Hozirgi kunga keladigan bo'lsak, bugun auditoriyaga dars bergandan keyin keyingi nima deydi? Tanaffusdan so'ng talabalar ustozni tanimay ham qoladi misol. Yo ertasi kun salom bergisi ham kelmaydi. Yo'q, unday emas. Ya'ni ustozga qanchalar hurmatda bo'lsa, shunchalar o'zi ertaga e'tirof etiladi. Ya'ni e'tirof etilish aynan mana shu hurmat yo'li bilan. Ustoz, katta rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun, bizning talabalarimizga o'zingizning tajribalaringizni ulashganingiz uchun rahmat. Aziz talabalar, aziz o'qituvchilar, hurmatli ustozlar, bugun sizlarga bildirayotgan hurmat va ehtirom butun xalqimizning qalbidagi minnatdorlik tuyg'usidir. Sizning mehnatingiz bilan ertangi kunimiz bunyod etiladi. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar.